Odamlar oldin namozni o'qiymiz, ana undan keyin og'izni ochamiz. Qolgan odamlar yo'q. Oldin og'zimizni ochib, ozgina nafsga orom berib, taskin beraylik, ana undan keyin namozni o'qiymiz deydigan odamlar bo'ladi. O'rtada masala talashib qolayotgan odamlar bor. Shuning uchun janob payg'ambarimizning muborak hadislarida meni ummatim uchun o'z vaqtida iftorlik qilish xayrlik degan ekanlar. Bunaqangi masala talashmasdan namozni vaqtini, iftorni oldinroq qilib, og'zinglarni ochib, bemalol o'tirib nafsga ozgina taskin berganinglardan keyin namozga turib namozni ado etinglar. Bir xil odamlar 1 minut o'tib ketdi-yu, 1 minut oldin ochib qo'ydik yo keyin ochib qo'ydik deb to'polon qilib odamlarni ko'rdik. Hali aytib o'tilgandek, payg'ambarimizning davrlarida soat ham bo'lgan emas, kalendar ham bo'lgan emas. Shomni vaqti kirdimi, iftorlikning vaqti zohir bo'ldi. Masala talashishga hojat yo'q. Ko'r odamga ham ma'lum bu narsa. Talashib to'polon qilishga, iftorlikni dasturxonning ustida munozara qilishga, bahs yuritishga